Ana, ishlarimni tugatdim. Zuhra, siz ham bo'ldingizmi? To'lov topshiriqlarini jo'nata olmayapman. Manda qizil yonib turibdi. Bir ko'rib bering, opa. Qani? Nima bo'ldi? Zuhra, xayolingiz qayerda? Bosqichni noto'g'ri boshlagansiz-ku. Ko'ryapsizmi? Ketma-ketligini adashmang. Raqamlar yashil rangda. Ko'rdingizmi? Zuhra, sizga o'zi nima bo'lyapti? Ertalabdan beri asabiysiz. Hech ham 2 kun dam olib kelgan odamga o'xshamaysizda. Bugun axir dushanba. Sizni qarang. Charchoqdan yuzlaringiz ishib ketgan. Tushunarli. Kuyov bola bilan aylangani bor deylarmi? Yo'q, opa, qanaqa kuyov bola? Shu paytda kuyov bola sig'adimi ko'ngilga? Nega? Tinchlikmi? Bilasiz, Fotima turmushga chiqqan. Oilasiga hammani havasi kelardi. Pochcham, akamning ayoli Sevinchga Noim bilan gaplashib yurar ekan. Bir kunda opamni hayoti ostin-ustun bo'lib ketdi. Jazmanini uyidan ketganini eshitgan pochcham Fotimani haydab yubordi. Tunda Fotimani kirib kelganini ko'rib, hammamiz hayratda qoldik. Qanday tinch, baxtli oilalardan biri edik. Ko'z tegdi. Zuhra, bunaqa narsalar bo'lib turadi. Balki bu bir tushunmovchilikdir. Hali yarashib ketishar, a? Lekin sizni to'yingizga buni nima aloqasi bor? Fotimani baxtsiz bo'lishiga meni ham aybim bor, opa. Men ham aybdorman. Pochchamni qizlarga suyagi yo'qligini bilardim. O'shanda onamning qarshiliklariga qaramasdan Fotimaga hammasini aytishim kerak edi, opa. Sizga qo'l ko'tarmadim, ketavering. O'tiring, olib borib qo'yaman. Qayoqqa ekan o'zi? Taqachi mahallasiga. O'zi yo'lim shu tomonga. O'tiring. O'tiring. Alo. Jonim, Ha, eshitaman. bugun kelasizmi? Sizni kutyapman. Sog'intirib yubordingiz-ku. Kimsiz? Menimcha siz raqamda adashdingiz. Uzr. Qizlarga ham hayronman. Shunaqangi bezbet bo'ladimi? Gapini qarang. Meni kutayotganmish. Bu qizlarning qarmog'i meni ilintirmoqchi bo'ladi. Qizlar bilan gaplashishga o'quvim yo'q. Siz meni yomon bola deb o'ylamang deb aytayapman sizga. Bemalol o'tiring, qo'rqmang. Aytgan joyingizga olib borib qo'yaman sizni. Qo'rqayotganim yo'q. O'zi taksida yurmasdim. Majburligim uchun to'xtatdim. Mashinaga qo'l ko'taradiganning yomon joyi yo'q. Hozir gaplashadigan zamon. Hamma bir-biri bilan tanishadi. Keyin qayergadir shoshadi. Bilasizmi, men to'g'ri tushunaman. Ismingiz nima edi? Tanishsak yomon bo'lmasdi. Mahallani boshiga to'xtatib yuboring. U yog'iga o'zim yetib olaman. Qancha bo'ldi? Tushunarli. Qo'shnilardan uyalasizmi deyman? Bu nimaga kerak? Yo'lim bo'lgani uchun olib kelib qo'ydim sizni. Menga pulingiz kerak emas, olib qo'ying. Aytgancha, ismingizni aytmadingiz. Ismingiz nima? Yoki o'zim topaymi? Barno, Shahlo, Nargiza, qaysi biri? Rahmat. Topolmadingiz. Ismim Fotima. Ko'zlaringiz chiroyli ekan. Menga yoqib qoldingiz. Nega ochilmayapti? Oching eshikni. Balki uchrasharmiz. Telefon raqamingizni bering. Aytgan joyingizga boraman. Oching eshikni.
Shilqim, qizlarga suyak yo'q ekanmi? Hakima demoqchi edim. Nega Fotima devordim, hayronman. Yana qizlar bilan tanishishga uquvim yo'qmish. Bunday yigitga turmushga chiqadigan qizga achinaman. Qizim. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kelding bir. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshi? Mehmonlaringizni kutib oldingizmi? Mehmonlar kelishdi. Fotimaga sovchi keldi. Yigit qanday ekan? Chiroylimi? Toparman, tutormanmi? Mashinasi bormi ekan? Senga faqat shunaqa savollar bo'lsa, a? Oldin gapimni eshit. Yigit opangni anchadan beri bilar ekan, kuzatib yurar ekan. Ko'rgan ekan. Keyin so'rab, surishtirib uyimizni topib kelishdi. Yigit ham kirib opang bilan gaplashdi. Endi bilmasam, taqdiri kimda ekan. Agar ma'qul kelsa, menimcha opang to'yini qilsa kerak. Xullas shunaqa gaplar. Mayli qizim. Tezda kiyimingni almashtir. Opang bilan chiqinglar. Bitta ovqat qil, bitta hovlani sipir. Keyin kelguncha uyda ish qolmasin, xo'pmi? Oyi, qaniydi hamma qaynonalar sizdek bo'lsa. Qizim, sizlar mehmonsizlar. Meni issiq sovug'im shu kinoying bilan. U ham birovni bolasi. Meni bolamni orqasidan kelgan. Kelinlar bilsang, yaxshi so'zni gadosi bolam. Kenayimni bizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rasiz. Bo'ldi, qana ko'p gapirma tur. Bo'laqa, opangni chaqir, kiyiminglarni almashtir. Fotima, tabriklayman. Bugun pochalikka da'vogar kelibdilarmi? To'y qachon? Darrov eshitdingmi? Hali hech qanaqa gap yo'q. O'zi 5 daqiqagina gaplashdik-ku. Kelishgan yigit ekan, firmada ishlar ekan. Seni qanday topdi? Qanday ko'rishgandinglar? Bilmadim. Sizni taniyman dedi. Mashinasiga qachon o'tirganimni eslolmayapman. Ishdan keyin taksida tirikchilik qilib yurar ekan. Lekin hech haydovchisiga e'tibor bermagan ekanman. Menga qara, mehnatkash yigit ekan. Muhimi qo'lida kasbi bor, hunari bor. Gap so'zlari ma'noli bo'lsa juda ham yaxshi. Yuraging jizyetgan bo'lsa, uchrashuvga chiqur. Yo'q dema. Navbat kutib turma degan. Shunaqa desa ham bo'ladi. Mayli, oyim chaqiryaptilar. Men kiyimlarimni alishtirib chiqay, senga qarashaman. Ismingiz Fotima edi, ha? Ha, Fotima. Zuhra ham sizga o'xshaganmi yoki farqlimisizlar? Quyib qo'ygandek bir-birimizga o'xshaymiz. Hattoki qarindoshlarimiz ham farqimizni ajrata olmaydi. Lekin ota-onam qadam tovushimizdan biladilar. Zuhra bilan bir-birimizga o'xshasak-da, tabiatimiz umuman boshqa. Zuhra sal dangalroq. Men ozgina Meni ham sinfdoshim bor, Husan. Hasani siz aytgandek kam gap. Husani esa tegirmonga tushsa tirik chiqadi. Bilasizmi, u gap boshlasa hammani og'ziga qarata oladi. Husan lekin mard. Har doim akasiga pul to'lab beradi. Yuring, u joyga borib ovqatlanamiz. Yo'q, rahmat. Uyga ketganim ma'qul. Uydagilar xavotir olishadi. Ko'p vaqtingizni olmayman. Sizga oilamni tanishtirmoqchi edim. Taqdirimiz qo'shilgan bo'lsa ajab emas. Men sizni birinchi ko'rganimdayoq yoqtirib qo'yganman. Meni haydovchilarga tikiladigan odatim yo'q. Sizni umuman eslay olmadim. Mayli. Uydagilar xavotir olishmasin, faqatgina yarim soat. Xavotir olishmaydi. Oyim uyingizdagilardan ruxsat so'rashgan. Bering. Tushunarli. Uydagilaringiz surishtirishdimi?
Ha, 2-3 marta surishtirishdi. Hamma yigitning oilasini maqtadi. Nihoyat Fotima uchrashuvga chiqadigan bo'ldi. Men opam uchun xursand bo'lsam-da, ko'nglimni bir chetida g'ashlik bor edi. Nima uchun bunaqa bo'lganini tushunmasdim. Fotima uyiga xursand, guldastalar bilan, sovg'alar bilan kirib keldi. Uning ko'zlari baxtdan yonardi. Judayam xursand edi. 7-osmonda uchib yurardi. Fotima, bo'lajak kuyov bilan uchrashdingmi? Ha. Rasmi bormi? Ha, bor. Mana. Shumi, pochcha, nahotki havasing kelyaptimi, Zuhra? Xudo xohlasa senga bundan ham aqllisi, chiroylisi uchraydi. Navbatni senga bo'shatib beraman. Bo'pti, men ketdim. Voy, Fatima. Ha, qizim. Opang bilan nimani gaplashding? Oyjon, nahotki Fotima shu yigitga tegyapti. Men u yigitni yaxshi taniyman, oyi. Sovg'alarni qaytaring, iltimos. Men u yigitni mashinasida kelganimda u shunaqangi shilqim, yengil tabiat yigit dedi. Qizim, nima deganing bu? Ikki og'iz gap gapirsa shilqim bo'lib qoladimi? Bo'ydoqlikda gapirgan bo'lsa gapirgandir. Oyjon, u bizga to'g'ri kelmaydi. O'chir ovozingni. Qayoqdagi bo'lmag'ir gaplarni Fotimaga aytib, yuragini g'ash qilsang, mendan ko'radiganingni ko'rasan. Men adashmayapman, oyi, u ko'cha ko'rgan yigit. Bo'lmaydi, umuman to'g'ri kelmaydi u. Ne vahima qilasan, a? Iskandar unaqa yomon yigitga o'xshamaydi. Ana akang ham firmasiga borib surishtirib keldi. Hech kim u bolani yomon degani yo'q. Ko'zi o'ynoqi uni. Ko'zi bejo, oyi. Ko'nglim g'ash. Bo'lmaydi u. Gapni ko'paytirma. Oilasi ham bizning oilamizga juda ham mos. Bu gapni sen gapirmading, men eshitmadim. Opang hali baxtli bo'ladi, bo'ldi qil. Gap ko'paytirma. Uni xotinbozligini yuzi aytib turibdi-ku. Endi nima bo'ladi? Shunday qilib, Fotimaga ichimdagi gaplarni ayta olmadim. Men unga faqat baxt tiladim. Biz egizaklar bir-birimizga shu qadar o'xshashligimiz uchun. Zaksda pochcham meni ko'rib hayratlanib qoldi. Lekin men sir boy bermay turaverdim. To'y ham o'tdi. Opam juda ham baxtiyor edi. Zuhra, Fotima hech eridan shikoyat qilarmidi? U juda ham og'ir, bazman, tabiatli. U hech ham oilasidan shikoyat qilmasdi. Oilasi haqida yomon fikrga umuman bormasdi. Lekin shu oilaga tez ko'nikib ketdi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Bu orada Kinoyim farzandli bo'ldilar. Onam bolani olib qolib, Kinoyim ikkimizni tug'ilgan kuniga yubordilar. Fotimani uyiga mehmonga bordik. Men Fotimaga qarash uchun oshxonaga chiqqandim. Xonada faqat Kinoyim bilan pochcham qoldilar. Qaynisingling, buncha chiroyli desam, o'zing undan ham o'tgan suluv ekansan-ku dedi. Qaniydi shu gaplarni eshitmaganimda. Kinoyim xiringlab kulishib o'tirganini eshitdim. Lekin jiyanimni bahona qilib, ertaroq turdik. Iskandar aka, ovora bo'lib borib yurmang, taksi chaqirib bering. Nima qilasan, taksi chaqirib, o'zim olib qo'yaman. Ayt mehmonlarga, men pastda ularni kutaman, xo'p? Zuhraxon, kayfiyatingiz yo'q. Bizdan biror bir kamchilik o'tdimi? Yoki yaxshi kuta olmadikmi? Yo'q, yaxshi o'tirdik, rahmat. Shuncha ovoragarchilikni keragi yo'q edi. Endi sizdek mehmon keladi-yu. Biz quruq kutib olamizmi? Bilasizmi?
Opangiz juda ham tilla. Uydagi gapni tashqariga olib chiqmaydi. Siz ham shunaqa kelin bo'ling, xo'p? Kelinoyi, siz ketavering. Pochcha meni kitob do'koni oldida qoldiring. Buyurtmam bor edi. Biz sizni kutib turamiz. Hojati yo'q. Onam qo'ng'iroq qilgandilar. Jiyanim yig'lab ko'nmayapti ekan. Men ketishim kerak. To'xtating mashinani. Xayr. Dilso'r opa, Kinoyim bilan pochcham yaqinroq tanishish uchun menga imkoniyat yaratib berdi. O'shanda mashinadan tushib qolmasligim kerak edi. Kelinoyim turli bahonalar bilan uydan chiqib ketadigan bo'ldi. Uyiga 2-3 kunga boradigan odat chiqardi. Bir kuni kafega kirsam, ne ko'z bilan qaramayki, kelinoyim bilan pochcham bir-biriga shirinlik yedirib o'tirishganini ko'rdim. Ortimga burilib ketayotganimni kelinoyim ko'rib qoldi. Zuhraxon. Zuhraxon. Keting xolamdan. Sekinroq gapiring. Keting dedim. Siz meni noto'g'ri tushundingiz, Zuhra. Boya biz tasodifan uchrashib qoldik. Fotimaxon bilan pochchangiz biroz arazlashib qolgan ekan. Shunga pochchangizni ko'nglini ko'targan odam bo'lib, ularni yarashtirib qo'ymoqchi edim. Chiqib keting xonadan. Zuhraxon, qarang. Keting. Zuhraxon, ovozingizni ko'tarmang. Hozir akangiz eshitib qolsa bilasizmi nima bo'ladi? Bu gapni uydagilarga akangizga indamang. Bu holat boshqa takrorlanmaydi. Siz umuman noto'g'ri tushundingiz. Yo'qoling. Bizni oilani isnodga qo'yib bo'ldingiz. Xudo xola ko'rib qolganda-chi nima bo'lardi, a? Aytyapman-ku, Zuhra. Siz akamga munosib emassiz. Nafratlanaman sizdan. Zuhra. Ko'zimga ko'rinmang. Akam uchun jim turibman. Bo'lmasa o'zim bilganimdek qilardim sizni. Zuhra. Nimaga? Zuhra demang menga. Tinchlikmi, nima bo'lyapti? Zuhra, tinchlikmi, nima bo'lyapti? Nima janjali? Yana nima tortishib qoldinglar? Janjallashmayapti. Nima qilyapsizlar? Chiqib ketinglar aka xonamdan. Tushunmadim. Menga qarang. Sevanch. Nimaga urishyapsizlar? Ha? Urushayotganimiz yo'q. Zuhraxonni ko'ylagini dazmol qilmabman. Shunga biroz jahllari chiqyapti. Zuhra, bo'lar, yetar endi bo'ldi-da endi. Hadeb tannozlik qilaverma. Haddingdan oshmagan. O'zi seni ham turmushga berib qutulishimiz kerak. Mayli, qo'ying. Jahlingiz chiqmasin. Zuhraxon biroz yosh-da. Yosh, nimasi yosh? Mayli, yuring. Chiqib qolamiz. Yuring, ketdik. Sen chiqaver. Aytsam, oilasi buzilib ketadi-ku. Endi nima bo'ladi? Agar jiyanim bo'lmaganda o'rtada, o'zim bilardim. Akam uchun ham tilimni tiyib yuribman. Ilon. Shunday qilib kunlar o'taverdi. Kelinoyim bir qarasa sartaroshga, bir qarasa
tish doktoriga qatnaydigan odat chiqardi. Dadasi, bugun tish doktoriga bormasam bo'lmaydi. Tishim kechasi bilan og'rib chiqdi. Shunga pul bering, bugun borib kelay. Nima juda ham og'riyaptimi? Chidab bo'lmayapti, dadasi. Hop, menga qarang. Agar tish doktoriga boradigan bo'lsang, Zuhra o'qishga borib kelgandan keyin borgin. Tushunarlimi? O'zi zo'rg'a yuribman. Bugun bormasam bo'lmaydi. Bilaman. Kechagi voqeaga hali ham jahl qilib yuribsiz. Singlingiz o'zi erka. Mayli, xo'p. Singlim erkami, boshqami, lekin singlim haqida yomon gap gapirmagin. Tushunarlimi? Xo'pmi? Agar yana biror marta gap talashganlaringni ko'rsam, mendan yaxshilik kutmang. Sog'. Va alaykum assalom. O'qishgami? Ha, Vaqtliroq kelgin. xo'p bo'ladi. Xullas, kerakligini ishlatgin. Tushunarlimi? Rahmat. Yaxshi borib keling. Sevinchim, kinoyimmi? Kinoyim? Nega tutyapsan men telefonimni? Kim ruxsat berdi senga? Tushunmadim. Qanaqa qizlar bilan gaplashyapsiz? Nima bu SMS? Kim u jonim? Ishing bo'lmasa, yana bir bor telefonimga qo'lingni tegsang, yaxshilik kutma, tushundingmi? Bilaman, siz menga xiyonat qilyapsiz. Yarim kechasi kelasiz, maishatdasiz kuni bo'yi. Yarim kechasi begona ayollar bilan SMSlashasiz, hammasini ko'rib bilib yuribman. Sevinchim nomerini tanidim. Nima haqqingiz bor sizni birov oilasini buzishga? Hammasini akamga aytib beraman. O'chir ovozingni! Agar senga yoqmayotgan bo'lsa, ana katta ko'cha. Yo'qol. Tushundingmi? Xohlasang, bor, akangga gapir. Hammasini chaqib ber. Akangni hayotini buzasan. Menga farqi yo'q, tushundingmi? O'zingga zarar keltirasan. Ha, yana bir gap. To'g'risini aytaman. Akang dedi chakka emas ekan. Kinang zo'r ketib narsa ekan. Ha, shunaqa. Agar hayotini buzmoqchi bo'lsang, mayli, aytaver. Odam emas ekansiz. To'g'ri aytishgan ekan, hammasi to'ydan keyin boshlanadi. To'ydan keyin asli basharasi ochiladi dedi. To'g'ri. Men shunaqaman. Endi nima qilay? Xarakterim shunaqa. Xohlamasang, ana ket. Xohlasang, yasha. Bilasan, men uzoq hech kim bilan gaplashmayman. Kenang bilan ham 6 oy gaplashaman. Undan ko'p gaplashmayman. Xotiraman. Undan nari gaplashmayman. Tushundingmi? O'zingni ehtiyot qil. Ablah ekansiz. Nafratlanaman sizdan. Kelib o'zimni akamni xotiniga ko'z olaytirasizmi? Kim edi? Akmal aka qo'yib Ya, Akmal akamish. Akmal akamish. Akmal akamish. Akmal akamish. Voy o'lmasam. Hay nima bo'lyapti, nima qilyapsan? Voy o'lmasam. Nima bo'ldi? Bolam, nima gap? Nima gap? Hay nima bo'ldi? Bu maraz kuyovingiz bilan don olishib yuribdi, o'shani quchoqdan chiqib kelib ushlab oldi. Aqlini yedingmi? Aqlini yedingmi? Nimalar deyapsan? Aqlini yedingmi? Hay nima deyapti bu? Shoshma! Nima gap? Rostmi shu gap? Rostmi? Gapir!
Yo'q, oyijon. O'g'lingiz noto'g'ri gapiryaptilar. Voy! Menga qara, qanaqasiga yolg'on gapiraman! Jon bola, o'zingni bos. Aka, Qoladi. Jon bola. Suqra! o'ylang, qon bosimlari ko'tarilib ketmasin. O'zingiz bosing aka. Suqra, shu ishlarni bila turib, sen yurdingmi, singlim? Siqilmang. Oyijon. Oyijon. Meni kechiring. Men bilmasdan yoshlik qilib qo'ydim, oyijon. Nima? Oyijon, nima? Yoshlik qilib qo'ydim. Nimalar deyapsiz? Nimalar deyapsiz? Oyijon, kechiring meni. Bilmay qoldim. Iltimos, yoshlik qilib qo'ydim. Biz shunchaki tasodifan uchrashib qolgandik, xolos. Ay, bola. Qoching! Oya, qoching! Jon bola. Oya, qoching! Sani Alloh kechirsin! Chiqib ket! Chiqib ket! Chiqib ket! Oyi. Bo'ldi. O'zingizni bosing, oyi. Siz sog'lig'ingiz menga kerak. O'tiring. Suv olib kelaman hozir, ona. Siqmang o'zingizni. Voy sharmandam. Voy endi nima qil? Fotimani hayoti nima bo'ladi? Voy Fotimani uyi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Voy bechora bola. To'g'risini ayt. Qizim, seni shu gaplardan xabaring bormidi? Ha, oyi. Agar o'shanda sen kelib menga buni aytganingda men bu kelinga ozgina nasihat qilardim. O'zini yig'ishtirib olarmidi? Akam oilasi buzilib ketmasligini o'ylab jim yurdim. Akam ham aytganim bilan gaplarimga ishonmasdi. Ha. Akang xotiniga juda ishonardi. Juda ishonardi. Fotimani ham dardi ichida ekanda bechora bola. Men uni baxtli yashayapti deb xursand bo'lib yurgan edim. Ish qilib oilasi buzilib ketmasin. Fatima og'ir tabiatli qiz. Ko'nglini hattoki menga ham ochavermaydi. Menimcha, uni ham turmushiga dars ketgan. Bechora Fatima akamning oilasini o'ylab bizga indamagan. Bu kuyovingizga insof berish qiyin. Aytgan Shoyjon, men kinoyimni qarindoshini o'g'liga turmushga chiqmayman. O'zi boshidanoq yoqmasdi menga. Kelinim yuzimni qora qildi. Yuzimni qora qildi. Bo'ldi, oyi. Bo'ldi. Siqilmang. Jon bolam, siqilaverma. Dadang safardan qaytsalar, o'zim ularga yotig'i bilan tushuntiraman. Oyi. Men Fotimani hayotiga achinayapman. Anu, Zuhraga kelayotgan sochlarni hammasini orqasiga qaytaring. Xo'p, bolam. Xo'p. O'shanda Zuhra, oyijon, bu yigitni ko'zi boshqacha, olazarak, qizlarga suyagi yo'q degan edi. Hamma yo'g'ini qaytaring, olmang degan edi. Quloq solmagan edi. Bekor qilgan ekanman. Oyi. Qizim, Assalomu alaykum. Oyijon, kuyovingiz ishlarsa yo'q. Meni uyda haydordi. voy o'lmasam. Qayerga borsam boraver. Onangnikiga borasanmi, boshqa joyga borasanmi? Qachon kinoying uyga qaytsam, o'shanda qaytasan deb aytdi. Fotima, meni qarorim qat'iy. Keyin umuman uyga qaytmaydi. U Iskandar bilan ancha yildan beri birga. Meni hamma gapdan xabarim bor. Faqat
Sevinchga Noimni qabul qilsangiz, o'shanda uyga qaytishim mumkin ekan. Bo'lmasa kechirmas ekan. O'zi shunaqa deb qo'rqitdi. Mayli bola. Siqilma. Sadqayi odam ketsin. Yaramas. Uyatsiz. Bo'ldi. Yig'lama. Siqilma bolam. Peshonamizda borini ko'ramiz. Sen muhimi salomatsan. Men seni urib biror joyini mayib qo'ymasam juda qo'rqaman. Uyatsizni. Shartini qara. Sevinch qaytib kelsa Fotima qaytib borarmish. Yaramas. Surbet. Hech qachon unaqa bo'lmaydi, oyim. O'zim ham uyga qaytgim yo'q. Jonimdan to'yib ketganman. U hattoki o'zi ota-onasini gapiga kirmaydi-ku. Sizlarga ortiqcha tashvish bo'lamanmi deb ichimga yutib yashadim. Men uyiga qaytib bormayman. Charchadim. Xo'p, bolam. Xo'p. Boya kenayini amakisi, tog'asi, onasi allakimlar kelib rosa baqir-chaqir qilishdi. Men Akmalni ular kenayini chaqirishdi. Mahalla idorasiga betaraf vakil sifatida xabar berdik. Akmaldan so'rashganida akang og'ir bosiqlik bilan javob berdi. Hammasini boshidan aytib berdi. O'sha telefonidagi rasmlar va videolar nima balo hammasini ko'rsatdi. Sevinch uyga borib umuman boshqa gaplarni gapirgan ekan. Uydagilar ham kelganiga ming pushaymon bo'lishdi. Mahalla raisi ham indomiy qoldi. Keyin uzr so'rab ketishdi. Sevinch. Erini, oilasini qadriga yetmadi. Akang uni juda ham ardoqlardi. Faqat siz qilmang, onajon. Peshonamizda yaxshi kunlar bordir. Hali hammasi o'z iziga tushib ketadi. Ojiz Rubi, Zuhra qayerda? Xonasida bola. Mayli kira qoldik. Shunaqa gaplar. Hozir opa. Alo, Labe eshitaman, assalomu alaykum. Zuhraxon, yaxshimisiz? Men Davronman. Sizda muhim gap bor edi. Balki biron yerda uchrashib gaplashib olarmiz. Hojati yo'q. O'rtamizda hech narsa bo'lmagan deb hisoblavering. Rasmiy uchrashuvlarga hojat yo'q. Men bu yil turmush qurish niyatidan qaytdim. Meni boshqa bezovta qilmang. Kechagina qo'ng'irog'ini kutib o'tirgandingiz-ku? Nega bugun jahl bilan gaplashyapsiz? Bo'lib o'tgan shuncha ishlardan keyin kelinoyimni qarindoshiga turmushga chiqmayman. Kecha kelinoyimni uydagilar kelib seplarni olib ketishdi. Qolgan gaplarni sudda gaplasharmish. Nimani gaplashadilar hayronman. Akam o'g'illarini juda ham yaxshi ko'radilar. Ha. Onangizga ham oson bo'lmagandir. Ota-onamga ham qiyin. Bir emas, 2 farzandini turmushi bo'lmadi. Otam ancha o'zlarini oldirib qo'ydilar. Fotimani yuklarini esa allaqachon jo'natib yuborishgan. Qaynonasi ancha narsani olib qo'yibdi. Oyim hatto telefon qilib so'ramadilar. Mayli, peshonasiga bersin dedilar. Akamga qarab rahmim kelib ketdi. Lekin Fotima ham ishga kirish harakatida yuribdi. To'g'ri qiladi. Biroz chalg'iydi. Hali hammasini vaqt ko'rsatadi. Yaxshi niyat qiling. Mana shu kredit bo'limidagi Ravshan bor-ku. Eshigimiz ochiq bo'lsa, doim o'tayotganda mo'ralab o'tadi. Sizga qarab. Shu yigit sizda ko'ngli bor-ku.
Meni yigitlarga ishonchim yo'q, opa. Voy. Tinchlik ekanmi, Dilso'ra opa? Nega chaqirishibdi? Ha, haligi kredit bo'limidagi Ravshan bor-ku. Bosh binoga ishga o'tib ketibdi. O'rniga ishchi kerak ekan. Meni olishmoqchi bo'lishdi. Men ko'nmadim. Endi u ishda ertalabdan kechgacha ishlay oladigan yosh bolasi yo'q. Bir yigit ishlasa yaxshi-da, to'g'rimi? To'g'ri, opa. Farzandlaringiz hali yosh. Ularga ko'proq e'tibor berishingiz kerak. Ha, haligi qarang, yo'lda Ravshanni uchratib qoldim. Kredit bo'limidagi. Sizni so'radi. Akasi kelganmish chet eldan. Onasi shu ikkalasini bittada uylantiraman deb niyat qilgan ekan. Siz surishtiruvda uyingizni lokatsiyasini, manzilini, sizni oyingiz telefon raqamlarini berib yubordim. Dilso'ra opa, Ravshan aka bilan to'qnash kelib qolsak, yaxshimisiz Zuhraxondan boshqa gapni bilmaydilar. Qanaqa qilib menga sovchi yuboradilar? Manzilimni berib bekor qilibsiz, opa. Birinchi Fatima opam turmushga chiqsin degandim-da. Men ham ahmoq emasman-ku. Duch kelganga raqamingizni bergani. Shunday yaxshi bola, o'qimishli, toparmon tutarmon, bezori bekorchi emas. Unisiga odobini qarang. Eshidan mo'ralaydi, sizga qaraydi, sizga tikiladi-yu, lekin gapirishga botin olmaydi. Qanday yaxshi yigit. Shunday yigit og'iz solganga jon dengda indamay tegib keting. Keyin aytishadi-ku, elchiga o'lim yo'q deb. Bilasiz-ku. Men ham yo'q deya olmadim endi. Nima deyishni bilmadim. Xullas, bu sizga choy bilan icharsizlar deb berdi. Men aralashmasdim bunaqa narsaga. Endi yaxshi bola-da, menga qarang. Erga tegsiz, shunaqa bolaga erga teging. Qo'ldan chiqarmang shu bolani, Zuhraxon, iltimos qilaman. Yo'q, opajon, ololmayman. Dilso'ra opa, shu shirinlikni farzandlaringizga olib borib bersangiz, men xursand bo'laman. Yo'q, yo'q. Oling, opa. Shu paket bilan o'tsamni ko'rib qolsa nima deydi? Qo'ying, buni sizga ber. Men ololmayman. Yo'q. Sizga. Rahmat. Rahmat menga emas, unga. Zuhra, o'shanda Fatima olgan sovg'alarni qaytaring oyijon. U yigit yaxshi emas, shilqim deganingda gapingga kirsam bo'lar ekan. O'sha payt shu sovg'alarni qaytarganda hozir shuncha narsalar bo'lib o'tmagan bo'lardi. Akang ham ajrim qog'ozini oldi. Bolam sho'rlik xotinini o'zi sevib, yoqtirib uylangan edi. Endi ko'ngliga yoqadigan qiz topishimiz kerak. Oyjon, qo'shnimiz Sadoqat bor-ku, o'shani kelin qilaylik. Juda ham kamtar qiz. Atigi 4 oygida yashadi eri bilan. To'ydan keyin turmush o'rtog'i ko'p yashamadi. Chunki kasal ekan. Juda ham tirishqoq, qo'li gul qiz. Atelyesida doimo odamlar gavjum bo'ladi. Akangga aytsam, oldin oyi qizlaringizni uzating deyapti. Bugun ishdan qaytib kelatsam, eshigimizdayda 2 odam turibdi. Keyin uyga taklif qildim. Ishxonangdagi Ravshan degan yigitdan ekan, taniysanmi? Katta o'g'il ekan, chet eldan qaytibdi. Aka-ukani bir vaqtda to'y qilishmoqchi ekan. Bo'lib o'tgan voqealarni hammasini aytib berdim. U Ravshan degani qanaqa bola? U kredit bo'limi boshlig'i. Men salom alik qilganman xolos. U juda ham jiddiy yigit. Xullas, mehmonlarni kuzatib turdim, Fatima kelib qoldi. Keyin o'sha katta o'g'illari Rustam mashinada o'tirganda u tushib, men bilan so'rashdi. U Fatimani ko'rib qoldi. Shunga onasi keyin qo'ng'iroq qildi yaqinda.
ikkala qizingizni ham uchrashuvga chiqaring deb qo'ymayapti. Shunga nima deysan, Zuhra? Akasi Fotimani yoqtirib qoptimi shunda? Ha, shunaqaga o'xshaydi. Onasi lekin bo'lgan ishlarni aytib beribdi. Shundoq bo'lsa ham Fotima bilan uchrashmoqchi ekan. Oyjon, men Fotimani o'zim ko'ndiraman. U ham baxtli bo'lishga haqli. Bechora oila qurib, xiyonatdan boshqasini ko'rmadi. Shunday qil bola. Baxtinglarni ko'rayin. Zuhra, yangiliklar bormi? Fotima turmushga chiqishga rozimi? Ravshan akani onalari kun orada qo'ng'iroq qilyapti. Fotima Rustam akaga turmushga chiqishga qo'rqyapti. Oila qurganini bir kun kelib yuziga solishdan xavotirda. Agar yuziga solish niyati bo'lganda, menimcha u sovchi qo'ymasdi. Fotimani bir ko'rishda yoqtirib qolgan. Xorijda o'qigan, dunyo qarashi keng yigit bo'lsa kerak-da. Aksariyat yigitlar turmushi buzilgan qizlarga uylanishni xohlamaydi. Lekin dunyo qarashi boshqacharoq bo'lgan inson boshqa bir insonni taqdirini o'yin qilmaydi. Kecha ishxonadan chiqib ketayotsam, sobiq pocham turibdi. Fotimani telefon raqamini so'rayapti. Rasmiy ajrim bo'lgan bo'lsa, shuning uchun sababini so'ramadim. Telefon raqamini bermasdan to'g'ri qilibsiz. Yana bir baloni boshlamasin. Fotima qaror qabul qilgan bo'lsa, unda yaxshi. Onam ham xuddi shunaqa deyaptilar. O'zimni go'zal qizlarim. Hayotda shunaqa bir-biringlarni qo'llab, quvvatlab yuringlar. Ilohim kuyovlarim bilan baxtli bo'linglar. Ilohim. Baxtli bo'linglar singillarim. Rahmat aka. Kuyovlar bilan gaplashdim. Juda ham aqlli, ziyoli, hayot ko'rgan yigitlar ekan. Baxtli bo'linglar. Ilohim. Rahmat oyijon, akajon. Lekin sizlarni yolg'iz qoldirgimiz kelmayapti-da. Voy, nimaga yolg'iz qolar ekanman? Ana, bugun akang ham yorildi. Ha. Mahallamizdagi sadoqatga sovchilikka chiqing dedi. Ko'zimiz oldida o'sgan qiz dedi. O'zi siz Sevinchga noyimni yoqtirib qolmasingizdan oldin sadoqatni kelin qilish niyatimiz bor edi, oyi. Oyi, bilasizmi? Sevinch bugun ishxonaga keldi. Turkiyaga ketayotgan ekan. Nima? Ha, bolalarni siz oling dedi. Onasi qaramas ekan. Kenaysiga aytsa, kenaysi ham javobgarlikdan qochibdi. O'zini ham 4 ta bolasi bor ekan. Agar bolalarni qabul qilmasam, bolalar uyiga topshirarmish. Yo'q, aslo men bunga yo'l qo'ymayman. Men ham shuni aytdim. Shuni bildim-u, darhol notarius bilan gaplashib qo'ydim. Ertaga rasmiylashtirib olaman. Voy bolam, yaxshi qilibsan. Issiqda beraman deganda rasmiylashtirib hujjatlarini to'g'rilab olgan. Albatta oyijon. Buni hammasini o'ylab ko'rdim, lekin bir narsa. Iltimos sovchilikka chiqqaningizda sadoqatga shu to'g'risida og'iz ochib qo'ying. Tam ertaga bu narsalarni bilib afsuslanib qolmasin. Xo'p bolam. Sadoqat juda ham bolajon qiz. 3 yil oldin sizdan sovchi kutganda. Afsus, qaramagansiz. Mana buni yaxshi xabar desa bo'ladi, ha? Aka, siz ham baxtingizni toping. Fotimadan xavotir olmanglar. Men o'zim qo'riqlab yuraman, ha? Ilohim qayg'uli kunlarimiz ortda qolgani rost bo'lsin. Bu yog'iga faqat yaxshi kunlar bo'lsin, baxtli bo'linglar bolalarim. Ilohim. Nabiram o'zini oilasida to'la to'kis oilada ulg'aydi.